Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum. Hurmatli televizor ko'ruvchilar. Istiqlol kundalik xabarlar programmamizni ko'rishinglarni qizg'in qarshi olamiz. Men Abdullah Yalqun. Programmamizda vatanimiz Sharq Turkiston va dunyo kun tartibida bo'lib o'tgan eng muhim xabarlarni huzuringizga sunishtirishimiz. Qanamizda diqqatinglar ekranimizda bo'lsin. Amerika aql ambiri mutaxassislari Sharq Turkiston masalasi terrorlik masalasi emas dedi. 10 iyul Amerika ovozi xabarida bildirilishicha, Amerika aql munbiri mutaxassislari Sharq Turkiston masalasi terrorlik masalasi emas, Amerika Kommunist partiya amaldorlarini jazolashi kerak degan. Osiyoning bexatarligi, davlat mudofaasi va ommaviy siyosatlarni tadqiq qilish uchun 2008-yili Washingtonda qurilgan 2049 plan tadqiqot komiteti yaqinda o'ttirg'a chiqib bir parcha dokument e'lon qildi. Dokumentda mundaq deyildi: Sharq Turkistondagi milliy to'qinishni terrorlikqa bog'lamaslik kerak. Amerika Xitoy Kommunist partiya amaldorlariga tadbir qo'llanishi, Amerika hukumatı ittifoqdoshlari bilan birlashib, Xitoyga besim ishlatib, Xitoyni atalmish tarbiyalash lageridagi Uyg'urlarni qo'yib berishga majburlashi hamda kishilik huquq qoidasiga xiloflik qilgan Xitoy amaldorlarini jazolashi kerak. Dokument yana Xitoy terrorizm hukumining mujmalligidan foydalanib, Uyg'urlarga zarba beryapti. Xitoy 11-sentabr voqeasidan foydalanib, Sharq Turkistondagi azaldan bo'lib kelayotgan milliy ziddiyatni terrorlik doirasiga kirgizdi. Xitoy Uyg'urlar masalasini terrorlikqa chetib ko'ptirdi. Uyg'urlarni xalqaroga terrorchi, o'zini terrorchilar bilan kurash qilgan qilib ko'rsatib, Sharq Turkistonni ko'zitish tajribaxonasiga aylantirdi. Amerikaning ittifoqdoshlari bilan birlashib, Xitoyga besim ishiltishi to'limi muhim bo'lib qoldi. Birlashgan Millatlar Tashkilotiga Xitoyning milliy kamsitish qilmishiga aloqador dokument sunildi. 9-iyul Xalqaro kishilik huquq tashkiloti Birlashgan Millatlar Tashkilotiga Xitoyning milliy kamsitish qilmishi haqida bir parcha dokument topshirdi. Dokument markazlik holda Xitoyning milliy kamsitish haqidagi mazmun muhim nuqta qilinib bayon qilingan bo'lib, dokument mazmuni 4 qismga bo'lingan. Birinchi, Xitoy qonun tuzumining milliy kamsitishni keltirib chiqarish ahvoli. İkinci, Xitoyning Tibetdagi milliy kamsitish ahvollari. Uchinchi, Xitoyning Uyg'urlar va undan boshqa osonliq millatlarga elib borgan milliy kamsitish ahvollari. To'rtinchi, Shimoliy Koreyadan Xitoyga qochib borgan musofirlarni Shimoliy Koreyaga qaytarib berish ahvollari. Dokument yana dokument materiallarining ishonchlik ekanligi, Xitoy tarafining o'z axborot o'rinlari bergan xabar va xalqaro kechirim tashkiloti tekshirib tadqiq qilgan xabar manbalaridan elinganligi eskartildi. Amerika Uyg'ur lo'nqisi futbol musobaqasi oxirlashdi. 9-iyul Erkin Osiyo radiosi bergan xabarda bildirilishicha, 4-iyul boshlangan 4-navbatlik Amerika Uyg'ur lo'nqisi futbol musobaqasi 8-iyul oxirgi hal qilg'uch musobaqa bosqichiga kirgan. Taklamakan komandasi bilan Los Angeles Uyg'ur komandasi 2 maydon elishib, oxiri Taklamakan komandasi 3-1 natija bilan bu qatimqi musobaqada 3-chi bo'lgan. Chempionlikni talashish musobaqasiga Uyg'ur birligi bilan Kanadadan kelgan Uyg'ur bug'da komandasi tanlangan. Musobaqa keskin elib berilib, har ikki tarafning komanda a'zolari barliq mahoratlarini joriy qildirgan. Bug'da komandasi a'zolarining 2 qatimliq ig'ir darajadagi qoidaga xiloflik qilish tufaylidan 2 to'pchisiga orqadan qizil karta jazosi berilib, maydondan chiqarib o'tgan. Jiddiy elishish orqali Uyg'ur birligi komandasi oxiri 2-1 natija bilan bu qatimqi musobaqaning chempionligini qo'lga keltirgan. Rasmiy mukofot tarqatish marosim boshlanishdan avval oldi bilan bu qatimqi musobaqa uchun ta'sis qilingan Oltin palay lo'nqisi tarqitildi. Bu mukofot marhum yosh futbolchi Uyg'ur birligi komandasining sobiq vartasi Irfon Malikning nomiga ta'sis qilingan bo'lib, bu yilgi Oltin palay lo'nqisini Irfonning dadasi Farhod Malik apandi o'z qo'li bilan bu yilgi musobaqada eng yaxshi varta nomiga erishgan ilzatga bergan. Orqadan bu yillik Oltin kash mukofotini bu yilgi musobaqada eng yaxshi to'p tepkichi deb qaralgan Arafat Dilshodga berilgan. Uningdan keyin bu yilgi mukofot uchun ta'sis qilingan Oltin to'p mukofoti Bug'da komandasining atrat boshlig'i Dilovirga berilgan. Oxirida komandalar bo'yicha mukofot tarqitilib, oldi bilan 3-chi bo'lgan Taklamakan komandasiga mukofot lo'nqisi, musobaqada 2-chi bo'lgan Bug'da komandasiga mukofot lo'nqisi,
Oxirida bu qitimqi musobaqaning chempionligini qo'lga keltirgan Uyg'ur birligi komandasiga chempionlik lo'nqisi taqdim qilingan. Oxirida 2019-yillik 5-navbatlik Amerika Uyg'ur lo'nqisining kelar yili Kaliforniya shtatining San Fransisko shahrida o'tkazilganligi jakarlangan. Bir Yaponiya fuqarosi Xitoyda turmaga tashlandi. Xitoy rejimi bir Yaponiya fuqarosini josuslik bilan ayblab qamoqqa hukm qildi. Turkiya ovoz radiosi xabarida bildirilishicha, Kyodo xabar agentligi Yaponiya fuqarosining Xitoyda qamoq jazosiga hukm qilinganligini e'lon qildi. Agentlikning xabariga asoslanganda 2015-yili Xitoyning sharqiga joylashgan Jejang o'lkasi Wenju shahridagi harbiy rayon atrofida fotograf tortganligi sababidan tutilgan 54 yoshli Yaponiya fuqarosi 12 yillik qamoqqa hukm qilingan. Yaponiya kabinetining sekretari Yoshihide Suga axborot e'lon qilish yig'inida so'z qilib, sud hukmlarining davlatlar o'rtasida taraqqiy qilgan ikki taraf munosabatlariga ziyon solmasligi kerakligini eskartdi. Xitoy doiralari 2015-yildan buyon 8 Yaponiya fuqarosini josuslik bilan aybladi. Xitoy sudining mazkur qarori qamoq jazosi bilan oxirlashgan tunji ulgi dilo bo'lib qoldi. Beijing Arab davlatlariga milliardlarcha dollar qarz va yordam beradiganligini va'da qildi. Xitoy davlat raisi Xi Jinping Arab davlatlariga 23 milliard dollardan ortiq qarz va insoniy yordam beradiganligini va'da qildi. Turkiya ovoz radiosi xabarida bildirilishicha, Xitoy davlat raisi Xi Jinping Beijingda Arab davlatlari rahbarlarining ishtirok qilishi bilan chaqirilgan bir yig'inda so'z qilib, Arab davlatlariga 23 milliard dollardan ortiq qarz beradiganligi va insoniy yordam qiladiganligini, bu pulning 91 million dollarining insoniy yordam sifatida Suriya, Yaman, Iordaniya va Livanga beriladiganligini aytdi. U yana 151 million dollarning yordam qurilishlariga ajratiladiganligini bildirib, Xitoy bilan Arab davlatlari zamonaviylashish xayolini yoqalaydigan taraqqiyot strategiyalari atrofida kuch shakllantirishi kerak deganlarini qayd qildi. Xi Jinping Beijingning O'rta Osiyoni Afrikaning sharqi bilan Hind okeanini Oq dengiz bilan tutashtiradigan kelajakdagi orqasab yo'li qurilishini qo'llaydiganligini so'zlariga ilova qildi. Sharq Turkiston faoliyatchilari Xitoyning hiligarlik bilan islom dunyosiga yaxshiroq bo'lish uchun qilayotgan bu harakatlari bir tarafdan Arab davlatlarini qarzga bo'g'ib, o'zining siziqidan chiqolmaydigan qilish, yana bir tarafdan islom dunyosida kuchayotgan Sharq Turkiston davosining kengayib ketishining oldini olish uchun ekanligini bildirishmoqda. Erdo'g'an kabinet a'zolarining ismlarini oshkorladi. 24-iyunda o'tkazilgan saylovning natijasida Cumhur raislik hukumat tuzumi tunugun rais Erdo'g'anning qasam berib vazifa topshirilishi bilan rasmiy boshlandi. Prezident Erdo'g'an tunugun oqshom prezidentlik saroyida o'tkazilgan marosimdan keyin muxbirlarga yangi sistemaning tunji kabinet a'zolarini e'lon qildi va birma-bir tunutdi. Ular tovandikicha: Cumhur rais Recep Tayyip Erdo'g'an, muavin Cumhur rais Fuat Oktay, Adliya ministeri Abdulhamid Gül, Ichki ishlar ministeri Sulaymon Soylu, Davlat mudofaa ministeri Hulusi Akar, Ma'arif ministeri Ziya Selçuk, Sahiya ministeri Fahrettin Koca, Energiya va tabiiy boyliqlar ministeri Fatih Dönmez, Muhit va shaharchilik ministeri Murat Kurum, Madaniyat va sayohat ishlari ministeri Mehmet Ersoy, Yoshlik va tantarbiya ministeri Mehmet Kasaboğlu, Xazina va moliya ministeri Barat Albayrak, Qatnash va osti qurilma ministeri Mehmet Cahit Turan, Tashqi ishlar ministeri Mavlud Çavuşoğlu, Emgak ijtimoiy xizmatlar va oila ministeri Zahra Zümrüt Selçuk, Yezi egiligi va o'rmon ministeri Bakir Pakdemirli, Sanoat va texnika ministeri Mustafa Varank, Savdo ministeri Ruxsar Pakjan. Yaponiyadagi kalkun ofatida qazo qilganlarning soni 150 dan oshdi. Turkiya ovoz radiosi xabarida bildirilishicha, Yaponiyaning g'arbi bilan o'ttir qism rayonlarida maydonga kelgan kalkun va tog' g'ulab tushish hodisalarida qazo qilganlarning soni 150 dan oshdi. Dunyo meteorologiya tashkiloti bayonotchisi Kilari Nullis Birlashgan Millatlar Tashkiloti Janva ishxonasida o'tkazilgan muxbirlarni kutib olish yig'inida Yaponiyadagi kalkun va tog' g'ulab tushish hodisalarida qazo qilganlarning sonining 151 ga yetganligini bildirdi.
bayonotchi Nulles o'ndak uyning suv ostida qolganligini yoki xarob bo'lganligini eskartib, 30 mingdan ortiq odamning tarqoqlashtirilganligini aytdi. Yaponiyaning kalkun va tog' g'ulab tushish hodislariga taqobil turalashda kuchlik tajribaga ega davlat ekanligini aytgan Nulles, qazo qilganlarning sonini nazarga olganda bu qitimqi ofatning haqiqatan ig'ir bo'lganligini eskartdi. İran Amerikaga Hormuz bo'g'izini taqib etish bilan tahdid soldi. İran muavin parlament boshlig'i Ali Mutaxari Amerikaga Hormuz bo'g'izini taqib etish bilan tahdid soldi. Turkiya ovoz radiosi xabarida bildirilishicha, İran muavin parlament boshlig'i Ali Mutaxari Amerika İranning neft eksportiga to'salg'i bo'lgan taqdirda strategik Hormuz bo'g'izini taqib etadiganligini uqtirdi. İran Meclis xabar agentligining bu vaqtdagi xabarida muavin parlament boshlig'i Mutaxari Prezident Hasan Ruhoniyning Amerikaning embargo tahdidlari oldida qat'iy bo'yin egmay kelayotganligini aytdi. Amerikaning rayonda urush qilishga tayyor emasligini ilgari surgan Mutaxari, Amerika İranning neft eksportiga to'salg'i bo'ladigan bo'lsa, biz Hormuz bo'g'izini taqib etamiz dedi. İran prezidenti Hasan Ruhani o'tgan hafta Shveysariyada yashaydigan ironliklarning yig'ilishida so'z qilganda mundaq degan edi. Amerika hokimiyati İranga bir tomchimi neft eksport qildirmaymiz debdimish. Bu deganlik rayondagi barliq neftlarni eksport qildirmaymiz deganlikdir. Agar mushunda qilsanglar, oqibatiga o'zinglar mas'ul bo'lasizlar. Hasan Ruhanining bu bayonoti Basra bilan Umman qo'ltiqlari orasiga joylashgan va dunyo neft savdosi uchun strategik ahamiyatga ega Hormuz bo'g'zidan elib berilayotgan neft eksportiga İran to'salg'i bo'lmoqchi degan tariqada analiz qilindi. Amerika Mudofaa ministrligi Pentagon bayonotchisi Bill Urban İranning Hormuz bo'g'zini taqib etish bilan tahdid selishiga qarata rayonda neft savdosini qo'g'dash uchun harbiy kuch ishlatishga tayyor ekanliklarini bildirdi. Ruhoniyning bayonotidan keyin inqilob muhofizachilari armiyasining g'ol qo'mondonlaridan Qosim Sulaymani va Ismoil Kavsariga o'xshash shaxslar bayonot berib, Ruhoniyni adoqchi qo'llaydiganliklarini bildirishdi. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, shuna qilib bugungi xabarlarimiz mushada oxirlashdi. Inshaalloh atiki programmamizni ko'rishgacha sizlarni Janobiy Allohga topshiramiz. Shuna qilib program oxirida ekran orqasidagi barliq xizmatdoshlarimga ko'pdan ko'p rahmat aytaman. Assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuh.